Olingan tezkor ma'lumotlar asosida tezkor xodimlar tomonidan 16-iyun kuni Yangiariq tumanida istiqomat qiluvchi 1971-yilda tug'ilgan shaxsning uyi va tomorqa yeri xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganida ushbu shaxs tarkibida giyohvandlik vositalarini saqlovchi 9 tub kannabis o'simligini ekib, yetishtirib kelayotganligi ma'lum bo'ldi. Shundan keyin ushbu shaxsning uyi ko'zdan kechirilganida omborxonasida marixuana giyohvandlik vositasi va uni chekishda foydalaniladigan qo'lbola moslamani yashirib qo'yganligi aniqlandi va ularning barchasi ashyoviy dalil tariqasida rasmiylashtirib olindi. Bundan tashqari joriy yilning 19-iyun kuni Urganch tumani Shohidonlar mahallasida istiqomat qiluvchi 1975-yilda tug'ilgan shaxs mahallaning ichki yo'lda o'ziga tegishli Gentra rusumli avtomashinani boshqarib borayotganida tezkor xodimlar tomonidan gumondor tariqasida to'xtatilib, avtomashinasi va yollari xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganida yonida umumiy vazni 20 gram bo'lgan geroin giyohvandlik vositasini saqlab qo'yganligi ma'lum bo'ldi hamda tegishli tartibda ashyoviy dalil tariqasida rasmiylashtirib olindi. Yuqoridagi holatlar yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalariga ko'ra jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.